erta turgan kishini xudo o'ylar ishini, lekin mendan ham og'li turganlar bor ekanda. Assalomu alaykum. Nima qildim? Murod Qo'shma Murodjon Avlodovich bilan bo'lgan muloqotimiz video grupasiga yozilyapti. Qanday yozilyapti? Hurmatli haydovchi, xavfsiz va sog'lom yurt profilaktik tadbir o'tkazilishi miqyosida ayblangan. Buni tashkillashtirganmiz. Piyodalar yo'liga yetmasdan bir uzluksiz bor. Sabab yo'q edi, bosmasligingiz almaslik kerak. Lekin siz bir uzluksizni bosib harakatlanib kelyapsiz. Ya'ni sizga xalaqit beradigan biron bir transport vositasi yo'q edi. Uzun palasingiz nima edi o'zi? Ani? To'xtasa. Ha, tekis. Ha. Uzundan o'tganingizda men sizni to'xtatishim. Yo, hali ertalabdan hech bir vaqt hujjatlari yo'q, ko'rsatdim. yo'q, buni qildirmaganman hali, hech vaqt bo'lmay qoldi aka. Sizlar shikoyatingiz bo'ladigan bo'lsa, Yo, o'zimiz qonun anaqasini olib, qonun biz turibmiz. Nima qilishni aytamiz? Rahmat aka. Xudo xohlasa yarim soatda ochilsa kerak menga.